Biz kimga o'ylanamiz, o'ylanamiz. Farzandimizning onasi deya kimga ham kerilamiz. Ota-onam ishonchi deya bu dunyodan o'tamiz. Qalbga berilgan savollarni biz qanday yengamiz? Ba'zida o'ylayman, ba'zida eshitaman. Kezi kelganda esa to'yib yig'layman. Sababi bu yetmoqda, uylanish payti kelmoqda. Ammo kimga uylanaman, shunga bosh qotmoqda. Do'stlar bilan to'planib tursak, yo'l turib ataylab yonimizdan o'tasizlar. Keyin shu qiz xursand bo'lsin deb gap otsak, voy mana kim deb o'ylab gapga gap qo'shasizlar. Qadri yo'q qizlar qanday qadr topamiz? Biz kimga uylanamiz, bu haqda uzoq o'ylaymiz. Biz kimga o'ylanamiz. Farzandimizning onasi deya kimga ham kerilamiz. Dilni kemirar kim ekan deb taqdirim, xiyobonda chanqog'ini bosgan qizlarmi, yo bo'lmasa o'qishdaman deb yurib ota-onasini aldab yurganlarmi? Ba'zida huzurga g'arq bo'lgan chog'da og'iz va qo'llarni harom qilasizlar. Bayt kelib Alloh farzand berganda esa ana shu og'iz qo'llar bilan ularga taom yedirasizlar. Chimildiqqa qadam qo'yib hech qanday his qolmagan. Kuyov esa men yoqmayman deb o'zini o'zi qiynagan. Do'sti esa kelin bilan yurgan to'ygacha aytmagan. Sababi to'ydan keyin tekin joyni o'ylagan. Yangi uylangan oshna oyniga qiziqib, "Ey do'stim, hayoting qalay?" deymiz dardlashib. U esa uyalib uydagi sirini yashirib, "Ishdan kelsam ovqatda yoshira so'z ham bisyor" deymiz. Balki shu taomni o'zimiz pishirib, uyalmaslik uchun xotini yaxshi dermiz. Bu kech to'y bekasi bo'lib ketamiz. Ha deb kulamiz, aslida ichimizni yeymiz. Aka-uka yigit sha'ni doim qo'riqlar. Ko'pincha ana shu sha'n sizlar opa-singil bo'lgan. Eng dahshatli tunda akasining do'sti singlisini birov bilan ko'rgan. Tog'lardagi qaddi bukilib misli xum bilan bir bo'lgan. Ba'zi uyda ota-ona yig'lar zor-zor. Aka-uka singlisidan qarashdan bezor. Nahotki oila shansiluvchi bir tiyin. Bilaman kayf safodan kesiluvchi qiyin. Biz nima kayf safo uchun uylanamizmi? Biz kimga uylanamiz, bu haqda uzoq o'ylaymiz. www.voy.uz Biz kimga o'ylanamiz. Farzandimizning onasi deya kimga ham kerilamiz. Barcha so'zlarni eshitib bo'ldim rosti lol. Bilasizlarmi, ko'p xato qildim. O'tdi vaqtim bu. Endi bizga kim ham qarardi? Aytingchi ey ayol, biz kimga ham tegamiz? Maqtanib bemalol.